Ko'pchilik odam kotyol o'rnatgandan keyin, vaqtlar o'tgandan keyin katyolim rasxoti ko'payib ketyapti. Undan keyin aytadiki, boshida rasxoti unaqa bas-yu, keyin rasxot ko'tarilib ketyapti, deyapti. Qaranglar do'stlar, uyingizga katyol o'rnatgan bo'lsangiz, katyolda rasxoti ko'payishi hamda isitilmay qolishi do'stlar, mana shu ko'mir yonganda, mana shu joylarga do'stlar nagar turib qoladi. O'shuning uchun har bitta katyol sotadigan odam aytadiki, aka hech bo'lmasa yo 3 kunda yo 5 kunda katyolingizni tozalab turing. Nagar ko'payib ketgandan keyin o'sha metallga primoy tegayotgan o't yo 1 santimetr nagar yo 1,5 santimetrdan tegadi, keyin issiq o'tadi. O'shuning uchun sizda rasxot 5 kilo yoki 7 kiloga ko'payib ketadi. Yo bo'lmasam boshida yarim soatda isiyotgan uyingiz hozir 1 soatda ham isimayaptimi? Sababi nagarda bo'ladi deydi. Do'stlar, agar uyingizga katyol o'rnatadigan bo'lsangiz, обязательно xuddi mana shunaqa joylardagi nagarini o'zlari bunaqa do'stlar ko'sovlarini qo'shib berishadi. Обязательно tozalab turinglar. O'shanda rasxotingiz ko'paymas ekan. Katyolda isishini vaqti cho'zilmaydi. Boshida yangiligida qana isitayotgan bo'lsa, oxirgacha shunaqa isitib beradi. Endi do'stlar, hozir biz 2 etажga zdaniyaga qo'yilgan 500 kvadratga moslangan do'stlar katyolda do'stlar ustanovka bo'lgan joyi. Undan tashqari do'stlar, bular 150 kvadratdan boshlab 2,5 kvadratgacha do'stlar katyol yasashar ekan. Biz obyektga keldik. Zotdan videoda oxirida bitta ko'rsatamiz, hozir obyektda qanaqa ish beryapti, qancha rasxot qilyapti, to'liq ma'lumotini xudo xolasa olamiz. Xo'p, Asadbek, qarang. Noto'g'ri gapirmayapman. Haqiqatda buni tozalab turish kerak обязательно. Aka o'chdi. O'chdi. 46 gradusga chiqdi, o'chdi. O'zi avtomatik miyasidan o'chirdi aka. Ha, ya'ni hozir gradusga chiqqandan bu o'zi aqlli miyali smart bo'ladi do'stlar. Aka, siz yana bitta obunachilaringiz uchun aka. Ha. Ketdi. 48 ga qo'yuvdingiz. Ha, ventilyator yana ishlashda boshlaydi. Ishladi aka. O'zi gradusga sirasi pasaytiriladi, ana 45 gradus bo'ldi aka. O'zi yana ishlashdan to'xtaydi. To'xtadi aka. Gap yo'q. Asadbek, demak, buni har 3 kun yoki 5 kunda nagarini tozalab turish kerak. Albatta aka, 3 kun 4 kunda tozalab tursa, rasxot taralamachasi kartolda umri ham uzoq bo'ladi. Hozir mana shu 3 kun 5 kunda mana shuncha axlat chiqadimi? Bu 3 tonnadan chiqqan. 3 ko'mirdanmi? 3 tonna ko'mirdan chiqqan. Bu o'zimizning qadrdonimizning xonadonlari. Hozir 3 tonna ko'mirdan mana shu axlat chiqadi. Mana chiqadi xolos. Ha, buni tozalayotganda ham demak 3-4 kunda hech qancha tozalamiz ekan. Yo'q aka, xo'p 3 qopdan olsa 1 paqir. Ha, 1 paqir 3 qopdan. Olsa bo'lmasa yo'q. Endi 3 tonnadan shuncha chiqqandan keyin do'stlar qaranglar, o'chgandan keyin umuman ko'mir rasxot qilmas ekan-da. Yo'q, qilmaydi aka. Keyin gradus yana pasaygandan keyin avtomatik ko'taradi. Gap yo'q. Endi bu tutayapti. Buni bitta yopib qo'yib turib, Asadbek bitta ma'lumotini bering. Nechchilik listda yasalgan? Chunki turli listdan foydalanamiz. Turli listdan foydalanasiz. Aytgansiz, motor miya qayerdan keladi? Sobsini Xitoydan keladi. Sobsini motor miya Xitoydan keladi. Xudo xohlasa keyingi yilga yana 1-2 ta yangilik narsalar qilamiz. Akam o'zlari Xitoyga borib ketdilar, endi keldilar. Xudo xohlasa keyingi yilga yana ham o'zgartirish narsalar qilamiz. Endi iloji boricha mukammalroq qilib chiqarilyapti. Keyin bu do'stlar e'tibor bersalaring, izolyatsiya qilingan ekan. Chunki qaranglar, tashqarida turibdi, kateni qilishgan bekka. Tashqarida turibdi, suv muzlamasligi uchun bunga adashmasam bu lista bu. Temir, birli temir bo'ladi aka. Birli temir bo'ladi. Gap yo'q. Asadbek 150 kvadratdan 2,5 ming. 2,5 minggacha bor. 2,5 minggacha qilib beriladi. Hammasi to'g'ri lista yasaladi. Albatta aka. Gap yo'q. Garantiyasi qanaqa bo'ladi? Garantiyasi 2 yil aka, metal sohasiga. Agar 2 yil ichidan so'ng teshilib qolsa, masalan, biror yillardan misol shinak sinib qoladigan bo'lsa, mutlaqo bepul. Mutlaqo bepul beriladi. Vodiydan bo'lsa o'zimiz boramiz. Xo'p, almashtirib beriladi. Agar biz o'zimiz tushuntirib beramiz, video vizit orqali voha taraflardan bo'ladigan bo'lsa, Toshkentdan almashtirib berishaveradi, jo'natib beramiz. Jo'natib beriladi. Albatta. Agar misol motor bilan miyaga qancha garantiya berasizlar? Bularga 1 yil garantiya beramiz. 1 yil garantiya beriladi. Hozir mana qancha rasxot qilyapti? Xo'p, ona birinchi yoqqanimizda zdaniyamiz o'ziga qaragandacha kattaroq. 350 kvadrat topli pol. Вообще minus plus 400 amding. 800 kvadrat. Albatta, o'zi 800 kvadrat bo'ladi. Biz endi o'zimiznikiligi uchun qo'yib ham sinagani ham qo'yganmiz, ham o'zi shu qoladi chetda. Hozirgi kunda 40 kilolik qop, xo'p 60 kilo rasxot qilyapti. 1,5 qopda. 1,5 qop. Bittasi chiqsa 40 kilo chiqadi. Bittasi 40 kilo chiqadi. Ya'ni 60 kilo bilan 24 soat. Hozir do'stlar, eng qizig'i 49 gradusda turibdi. Hozir 49 gradusga chiqdi aka bu. Chiqdi. Albatta. Gap yo'q. Bu bitta zapravkasi qancha oladi? Bu butungarni ham adashmasam kichikroqni qo'ygan. Abi yo'q, vateba bu o'zimizning qadrdonimizniki. Chetda o'zi bitta bunkeriga, xo'p mana shu aka 120 ga 150 kilogacha oladi. O'ziniki 150 dan 180 gacha oladi. Katta bo'ladi. O'zini qo'yi baravar bo'ladi.
Xullas bitta solganingizda eng kamida 2 kun, eng kamida. Eng kamida. 3 kun ketaveradi. Uyda utilizatsiya qiladi. Akamiz uyda ham buni utiliz qilib, nasiya ketyapti, ko'rgan bo'lsalar, bazalar bilan. Bu degani rasxod o'ta darajada kamayadi, salkam teppa-teng. Bu 2 etajga binoga Bu qo'yilgan. 2 etaj aka, birinchi, ikkinchi etaj ham to'plab bor aka. O'chosi ham to'plab bor. Ha. Gap yo'q. 185 kvadrat qilingan ekan uy. Endi operator bitta olib keling, ichkarini ham yolg'on bo'lmasin ko'rsatib qo'yaylik. Hali garantiyasi borligi uchun, javob berilganligi uchun do'stlar mana polni topni pol sistema qilingan. Hozir mana shu polni 49 gradusda turibdi. Akamiz yengil ishlashidan bilib olsalaring ham bo'ladi. Qalin kiymagan. Bu chiqqani 45 ga qo'yganmiz, ustalarimiz ish qilishyapti. Ham quritish uchun ustalarimiz so'qat o'zi 30-35 yetadi to'plab olgan. Quritish uchun aka gradusini atinglar ko'tarilgan. Xolis odam usta sig'ligi qanaqa? O'zingiz bir og'iz ayting. Teva pasti. Gap yo'q. Ya'ni do'stlar 2 etajga zdaniyani ash ko'rib turgan 500 kvadrat, o'zi 800 kvadrat ekan. Chunki to'pni pol bilsalaring, двойной hisoblanadi. Batga do'stlar 500 kvadratlik qo'yilgan, hozirgi kunda 49 gradus. O'zi 35 ham yetadi deyishyapti. Gap yo'q. Endi Asadbek qarang. Buni zavodga boraylik. Bularda sex bas, bularda ishlab chiqarish katta. Zavodga boramiz do'stlar. Hatto hozir zavodda bormi? Chunki o'zi o'chirib bo'lib yotibdi-yu. Aka xudo xohlasa 3 kundan 5 kungacha yetkazib beramiz. Srochniy vaziyatda bo'ladigan, bo'lib qoladigan bo'lsa, yonlama shopirdan chiqaramiz, yo'tkazib to'la olishadi. Bo'lmasam 3 kun 5 kun ichida 100 ga 100 dastavkasi bepul vodiy bo'yicha qolgan viloyatlarga tartib qanaqa mashina topamiz, gaplashib yuklaymiz, javoblarni ham yo'ldan berib chiqaramiz. Faqat borgandan keyin shopirni yo'lkasini berib olib olishadi. Hali kelishilgan holda deganda ko'p odam noto'g'ri tushunib olyapti. Faqat borganda tushirib pulini sanab olsa bo'ldi. Shopir ishonchli, faqat zaklar tashlab berishadi, borganda shopirdan qolgan pulini berib oladi. Gap yo'q. Bo'lsam zavodga borib, zavodga borib bitta ko'rasiz aka. Do'stlar, uzoqlashmanglar, aqa boramiz, qolgan katyolar ko'rib chiqamiz. Do'stlar, zavodga yetib keldik. O'sha aytilgan qalin to'rli list xuddi mana shu ko'rinishda do'stlar chertoj asosida kesiladi. Har bitta narsaga apparat do'stlar как положено ishlar ekan. Bu tomonda eslaringda bo'lsa, skladlarida bag'da yasalardi. Bag'da do'stlar ko'rganlar endi o'sha paytda 570 ta terilib turganda ko'rsatdik. Endi hozir qolmadi. To'g'ri tushuninglar, bu katyolga talab juda kuchayib ketdi. Mana bu tomonda do'stlar har xil joyga zakaz qilinganlari turibdi, hatto 1000 kvadratgacha turibdi. Endi Asadbek hozir bag' bo'shab ketibdi-yu va o'sha zakaz bo'lmayapti ekanda, haqiqatda. Albatta aka, zakaz xudo xohlasa aka opalarimizga chiroyli qilib yetkazib, javob garanti zavodskoydan yetkazib beryapti. Mana o'sha aytilgan listlar ham aka, albatta aka, bular o'sha to'rli rasmiy qora list bo'ladi aka. Gap yo'q, zo'r. O'sha rasmiy qora list. Bu tomonda bu utublit qilinadigan joy. Aka, utublit qilinadigan joy. Bu eshiklar utublit qilinyaptimi? Aka, hatto eshigini ichi ham bo'ladi. Mana aka, eshigini ichi, hatto eshigini ichi ham bo'ladi aka. Qo'yil. Qolmaydi aka, chiqadi. Issiq katyolning ichida qoladi. Ekonomligiga, bekorga ekonom deganimiz yo'q. Ekonomligigacha javob. Qo'yil. Ko'chada men minus 10-15, 20 bo'lsin, katyolning issiqligi ichidagi o'zgarmaydi. Tashqariga ham chiqib ketmaydi. Xo'p, bat endi zborka bo'ladigan, yasalaydigan joylar. O narizdan yana bitta yaqinlashtirib ko'rsatib qo'ying, svet yonib turibdi. Uzoqdan ko'rinyaptimi, yo'qmi? 5 ta bitta yaqinlashtirib ko'rsating-da. Mana shu joy do'stlar katyolni yasalaydigan joylar, bat lazer joylari. Bir bu aka, bitta boks, ikkita boks, 3 ta boks, 4 ta boks. 5 ta boks bor, 5 ta. Orqada 6 ta boksimiz bor aka. 6 ta boks ish ketyapti. Aka, ilgi bo'lmayapti shundan. Eng qizig'i, eng oz berayotgan muddat yana o'zimiz. 3 kun, 5 kun. 3 kundan 5 kun. Albatta, 3 kundan 5 kungacha uyga yetkazib beriladi. Vodiy bo'yicha dastavkasi mutlaqo bepul. Vodiy voha bo'yicha Toshkent taraflarga kelishilgan holda mashinaga yuklaymiz, gaplashamiz, chiqarib olamiz. Bitta qiladigan ishlar pulini sanab tushirib olsa bo'ldi aka. Albatta. Gap yo'q. Akalar, ko'rib turganlaringdek gap isboti bilan zavodga boramiz, yasalayotgan joyini ko'rsatamiz. Bu ko'rib turilgan oldingi videolarimizda ko'ring, boshqa joy bo'lmagan, mashet bo'lgan. Endi kimdir haliga boshqa joy-ku bu deyishlari mumkin. Xuddi o'sha joy, o'sha ter faqat ba'da juda ob'yom katta edi, bo'shab ketibdi. Sabab imina do'stlar, bu katyolning ekonomligi, motor miyasi, zavodskiy Xitoydan podzakasi kelishi, imani listlar do'stlar, hammasi jaraprochini imina katyol uchun ishlab chiqarilgan Rossiyadan podzakasi kelishligi uchun ko'p odam qiziqib qoldi ekonomligiga. Hozirgi kunda do'stlar, mana imina kecha biz Damogani Chorboqqa borganimizda o'zimiz yotgan dachani hatto katyoli shu aka o'zimiz sanoqqa qilib anaqa berib keldik. Keyin
Listni ham o'zimiz olib kiramiz. Ko'ring, siz buni listni ko'rganingiz yo'q. Uzun olma, uzun, Uzunligini to'g'ri. Bu o'zdan olib ustalarimiz kirasizlar. kesishadi o'rtadan. Apparatimizga birinchisiga tushmaydi, kichkinasida bu. Hali kattasiga lekin sipaloshini tushadi. Tushaveradi, gap Bu yo'q. o'zi bitta o'ram bo'ladi. Buni ikkiga bo'lib sotishadi aka. Gap yo'q. Qarang, video pastga nomerni qo'yamiz. O'sha zakaz, Telegram, Albatta. WhatsApp ishlayapti. Albatta aka. Vodiyga bepul. Bepul voqea kelishgan holda o'sha u ham qanaqa kelishgan holda. Shopirga yo'l kirasiga gaplashib chiqarib olgan, proza pulini to'lab olsin, bo'ldi aka. Gap yo'q. Agarlar pastda nomer bor, telefon qilaverasizlar, 3 kundan 5 kungacha yetkazib berishyapti ekan, sog' bo'linglar.